Bookmap va Syncorsium orqali qilingan 3-сделкani ko'rsataman. 3-si longga kirilgan. Именно likvidniy zonadan long olib, standartni 30 sent stop bilan mana shu растущий рынокda частичный bo'lib сделкani yopilgan. Buni sababi likvidniy zona. Bizda lokalniy уровенimiz bor. Именно shu lokalniy уровеньdagi likvidniy zona hisoblanadi. Shu yerga kelib fake berdi. Bir marotaba ko'rsanglar bo'ladi. Именно today lowga fake beryapti. High, yangi high, откат, отбиваться qilyapti уровеньni, отбой berib, tepaga qarab qo'zg'alayotgan momenti market order bilan long olingan. И mana bu sababini ko'rsanglar bo'ladi. Ложный пробойdan keyin tasdiq olingandan keyin longga kirilyapti. Именно likvidniy zona rangi bunaqa belgilangan. Likvidniy zonada объемni ko'ringlar. Объем всплеск bo'lyapti, katta palkalar chiqyapti. Ya'ni pastga yurgan sari объем chiqib ketyapti. Ya'ni kutib olishyapti. Bu yerda juda ko'p longoviy zaявкалар bor. Short qilgan sari hammasi ya'ni qoniqtirilyapti покупательlar tomonidan. Tepaga qarab yurishni boshladi narx. Mana shu растущий рынокda olingan сделка bo'lib yopilyapti. Bookmapda ko'rsanglar bo'ladi, mana 40 lot olib kiryapti. Ложный пробойdan keyin qo'yishni boshlayapti bular ham zaявкani. Крупный игрокlar ham zaявкаlarni, ya'ni сделкаlarni olib kirish uchun qanaqadir konkretniy risk понятный joy kerak bo'lishi kerak. Bular ham tushunarli joydan сделкani olib kiradi. Ya'ni risk tushunarli joydan сделка qilishadi. Bu yerda biza Bookmapda дополнительно mana bu deltasini ko'rsak bo'ladi, kirayotgan объемlarni. Tepada mana shu narxdan 147 lot, tegida 23 lot. Plotniy joyligi bilinyapti. 200 lotga yaqin zaявка покупкаga o'tyapti. И tepada skrytniy продавец turibdi, mana qo'yib yubormayapti. O'sha plotnostga urilib, narx pastga qarab qochib ketyapti, tushib ketyapti. Bu yerda kim skrytni olib kirgan bo'lsa, mana bu частичный yopyapti. Mana bular ham частичный yopadi сделкасini. Qolganini pastga tushganda bo'lib yopib tashlaydi. Mana частичный yopdi 40 lot, tepada shortni bu yoqda yopyapti, ya'ni сделкаdan chiqishyapti, shortdagi сделкаdan. И long olishyapti дополнительно bu yoqqa. И tepaga qarab narx yuryapti. Именно shu likvidniy zonadan движение boshlandi, tepaga qarab yurishi. И bo'lib yopdi. Biza добавляться qilmaymiz, лучше крупный сделка olib turib, uni bo'lib yopganimiz ma'qul. Bu yerda bizda добавляться qilish plani bo'lmadi, shuning uchun bo'lib yoptishadi сделкani. Bu platformalar orqali сделка qilish uchun Syncorsium agar ololmasanglar, TradingView bor. TradingViewni o'rgatganman, kotirovka yoqsanglar bo'ladi. Syncorsium bilan bir xil. Syncorsiumdagi уровеньlarni MetaTraderga ko'chirsanglar bo'ladi. Именно shu narxini bilib olib, orasi $1 figura qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Har bitta figura bu уровень vazifasini bajaradi. Shu figuralardan ishlayverasizlar. Объем, ложный пробой. Sabablardan na samом деле juda ko'p. Главныйsi bu yerda sizlar Syncorsiumni baribir grafiklarini o'qishni o'rganishingiz kerak. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Kontekstni bilsanglar, ya'ni grafik kontekstini o'qishni bilsanglar, mana shunaqa platformalar sizlarga yordam beradi. Ya'ni Bookmap bilan Syncorsiumni ishlatishdan oldin grafikni o'qishni o'rganish kerak. Grafikni o'qishni bilgan odam bu platformalarni ishlatsa bo'ladi. Ya'ni foyda beradi ularga bu platformalar. Ko'pchilik bu platformani olgan, ishlatishni bilmaydi. Ya'ni foydalanishni bilishmaydi. Chunki kontekst muhim. Eng muhimi kontekst. Krupniy mana zaявкаlar ham ko'ryapsizlar, kontekstni bilgani uchun olib kiryapti. Risk tushunarli joyda kirishyapti сделкаga. Bularga ham bu bozor okeanda, bularga ham mana tushunarsiz joylar kerak emas. Likvidniy zonada olib kirishadi. Professionalniy игрокlar ham. Sog' bo'linglar, grafik o'qishni o'rganinglar.